Farg'ona tumanida aholi xavfsizligini ta'minlash hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Jumladan Navruz va Yapag'i mahalla fuqarolar yig'inlarida ilmiy-texnik yondashuv asosida xavf darajasi o'rganilib, mavjud xavf indikatorlari tahlil qilindi. Buning natijasida Navruz mahallasida so'nggi yillarda yong'in holatlari soni ortib borayotgani aniqlandi. Shu munosabat bilan aholi o'rtasida yong'inga qarshi xavfsizlik qoidalarini tushuntirish, isitish pechlari va elektr jihozlaridan to'g'ri foydalanish tartibini o'rnatishga qaratilgan keng ko'lamli tushuntirishlar amalga oshirilmoqda. Yapag'i mahallasida esa sel va suv toshqinlari xavfi kuzatilgani sababli suv oqimlarini tartibga solish, daryo va soy bo'ylaridagi muhandislik inshootlarini mustahkamlash hamda zarurat tug'ilganda aholini vaqtincha xavfsiz hududlarga ko'chirish bo'yicha amaliy choralar ko'rilmoqda. Profilaktik ishlar jarayoniga Farg'ona davlat universiteti professor o'qituvchilari ham jalb etilgan bo'lib, ular aholining xavfsizlik madaniyatini oshirish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish, ayniqsa bolalar va o'quvchi yoshlar orasida ogohlikni kuchaytirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqmoqda. Har ikki mahallada tegishli xizmatlar vakillari tomonidan aholi bilan uchrashuvlar tashkil etilib, amaldagi xavfsizlik qoidalari yuzasidan tushuntirishlar olib borildi.